Salom. Ko'p kutib qo'ymadimmi gulim? Assalomu alaykum. Yo'q, yaqinda keldim. Charchamadingizmi o'zingiz? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, bo'ladi. Yaxshi. Nega buncha tez keling deb chaqirding? Negadir mayussan. Sizga muhim gapim bor. Qanday muhim gap ekan azizam? Meni sevasizmi? Albatta seni sevaman yoki menga ishonmaysan? Ishonaman. Seni qanchalik sevishimni bilasan. Qanchalik ekan? Osmondan yomg'ir yog'gan vaqtda qo'lingga qancha yomg'ir tomchilari tushadi? Ozgina tushadi-ku. Shunchagina sevasizmi meni? Ana shu sen ushlolmagan tomchilar qator. Seni sevaman. Rostdanmi? Albatta go'zalim. Endi aytchi, nega birdan sevasizmi deb so'rab qolding? Uyga sovchilar kelibdi. Yaxshi joydan bo'lsa kerak-a? Men nima dardda, siz bo'lsa kulasiz-a? Hazillashdim jonim. Kumush men to'g'ri uchun hozirgi oliy maqsadim yaxshi joyga kirib hayotda o'z o'rnimni topishim kerak. Uning ustiga men qishloqlik yigitman, sen esa shahardansan. Men sen uchun kerakli sharoit yaratib olishim kerak. Hozirgi sharoitim ham yomon emas, lekin to'y sovchi degandek yugur-yugurlarga ayni vaqtda sharoitim ko'tarmaydi. Birgalikda orzularimizni ro'yobga chiqaramiz. Jonim. Faqat ozgina sabr qil. Men sizga menga qasr qurib bering demayapman-ku. Shaharda o'sganim bilan men ham qiyinchilik ko'rib katta bo'lganman. Menga sharoitni bahona qilmang. Lekin jonim, men ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Sen bilan, farzandlarimiz bilan baxtli kunlarimni o'tkazishni xohlayman. Uning uchun o'z sharoitimni to'g'rilab olishim kerak. O'qishda menga oson bo'lmadi. Singlimning to'yini belgilaganmiz. Buni hozir senga aytmoqchi emas edim. Xo'p, hozircha hech bo'lmasa uydagilaringizni jo'nating. Kecha ayamga siz haqingizda aytgandim. Uzoqqa bermayman dedilar. Seni aldab yuribdi u bola dedilar. Zo'rg'a ko'ndirdim ularni. Agar shu hafta uydagilaringiz borishmasa, kelgan sovchilarga berib yuborisharkan. Dadamga ham nimagadir shu sovchilar yo'qyapti. Rostdanmi? Sizni biror marta aldaganmanmi? Yo'q jonim. Lekin hozir men uydagilarni jo'natsam, uzoqqa qizimiz bermaymiz deyishsa-chi. Keyin meni hozir to'y qilishga sharoitim ham yo'q. Ha. Meni qancha kutolasan? Bilmadim Doston aka, bilmadim. Agar men uydagilarimni yubora olmasam-chi? Unda ham bilmaysanmi? Demak, rostdan ham meni aldab yuribsiz. Sizga men kerak emasman, shundaymi? Seni shu vaqtgacha chin muhabbatim ila seni sevdim. Shu vaqtgacha hattoki qo'limni ham tekkizmadim. Yo yolg'onmi gaplarim? Yolg'on emas, bilaman. Menga nisbatan muhabbatingiz sof, lekin meni ham tushuning.
Lekin ayni damda to'y qilish uchun sharoitim ko'zirmaydi. Uydagilarimga qachongacha qarshi chiqa olaman? Bilmadim, Kumush. Sen u deysan, men esa bu. Agar yana 1-2 yil sabr qila olsang, baxtli bo'lamiz, jonim. Men-ku umrimni oxirigacha kutishim mumkin sizni. Ammo uydagilaring menga berishiga hech ko'zim yetmayapti. Men oddiy bir qishloqlik yigitman. Dehqonchilik, chorvachilik qilib kun kechiramiz. Lekin hozir sen yashayotgan sharoit esa menda yo'q. Shuning uchun 1-2 yil sabr qila olsang, albatta baxtli bo'lamiz. Xo'p, mayli. Siz aytgandek bo'la qolsin. Kut desangiz kutaman. Lekin unchalik ham ko'p emas. Agar sizni sharoitingiz yaxshilangan payti meni topa olmasangiz, mendan xafa bo'lmang. Xo'p. Lekin imkon qadar harakat qilaman. Mayli. Yaxshi qoling. Kel kuzatib qo'yay. Yo'q. Shart emas, o'zim ketaman. Bilasan, eng yomon tuyg'u umidsizlik. Bu xafagarchilik, hasad va hatto nafratdan ham yomonroq. Chunki boshqa har qanday tuyg'udan keyin qalbda nimadir qoladi. Lekin umidsizlikning orti faqat bo'shliqdir. Ha, mayli. Yetib borsang qo'ng'iroq qilib xabar berib qo'y. Xo'p, mayli. Meni kechir. Sen xafa qilgan bo'lsam. Doimgidek siz xafa qilasiz. Men kechiraman. Imkonimiz qancha? Seni sevaman. Butun portlog'im bilan. Xayr. Xayr. Sen tufayli men yomg'irni sevar edim. Sen tufayli chin qalbimdan kular edim. Yomg'ir yog'sa bu jonimni berar edim. Xayrlashdik. Yomg'ir yog'gan o'sha kuni Ko'zlarimni yoshin to'kdim. Bildirmasdan. Ketdim senga bir bor qiyo tashlamasdan. Kirgan eding yuragimga so'ramasdan. Xayrlashdik. Yomg'ir yoqqan o'sha kuni. Oradan 2 yil o'tdi. Salom. Yaxshimisan? Iya, bular sening farzandlaringmi? Assalomu alaykum. Ha, shunday. Bilasanmi, birgalikda ezak farzandlarimiz bo'ladi deb orzu qilar eding. Nihoyat orzungga erishibsan-da. Baxtlimisan? Ha, baxtliman. O'zingiz nega yo'qolib qoldingiz? O'sha uchrashuvdan keyin. Seni uyingga uydagilarni yubora olmaganim uchun o'sha uchrashuvdan keyin o'qish bo'yicha Koreyaga uchib ketdim. Mana
magistraturani ham bitirib keldim. Ha, yaxshi. Mayli, baxtli ekansan. Men sen uchun xursandman. Sizni hayotingizda boshqa inson paydo bo'lmadimi? Aslo. Senga bo'lgan muhabbatim bor-ku. Boshqasi nimaga kerak? Mayli, xayr kumush. Senga baxt tilayman. Siz ham o'z baxtingizni uchratishingizga ishonaman. Xayr. Xayr. Alvido. Meni unutishing aslo g'irt yolg'on. Ko'ngil kitobingni bilamanki yot. Mening xayolimga oshiqsan hamon, hamon borligimdan yashayapsan shod. Meni aldamoqqa urinma qo'ygan qo'llaringni titrashini qara. Mayli, o'zga yorni ming bora suygan, meni sevganingdek sevmay bir bora.